Siz ham Minecraftni mana shunday o'ynashni xohlaysizmi? Demak, siz bu videoni oxirigacha ko'ring. Siz demak kompyuterda o'ynamoqchisiz ushbu Minecraftni. Videoni nomidan ham bilgan bo'lsangiz kerak, ushbu Minecraftda shunday kompyuterga o'xshab o'ynash mumkinligini. Birinchi navbatda bizga klaviatura, Bluetooth klaviatura va mishka kerak bo'ladi. Buni hozir ko'rasiz. Ko'rishinglar mumkin, Minecraftda shunday kompyuterga o'xshab o'ynash mumkinligini. Agar siz Minecraftni mana shunday kompyuterdagi o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana bunday oq klaviatura va Bluetooth mishka kerak bo'ladi. Buni qanday yoqishni hozir ko'rsataman. Mana bu yerdan mana on tugmasini bosib qo'yamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Onga o'tkazamiz, svet yonadi. Keyin esa mana connect tugmasini bosamiz. Buni bosganimizda ulash mumkin. Mana bu mishkani esa mana bu yerda yoqadigan narsasi mavjud. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerdan yoqiladi. Mana buning uchun klaviatura ulash kerak va bo'ldi. Agar siz o'sha mishka bilan klaviaturani ulamoqchi bo'lsangiz, Bluetoothni o'chirasiz, yoqasiz va video ko'rsatilgandek mana bu tugmasini yoqasiz. Va mishkanikini ham yoqasiz va ikkalasi ham ustiga bossangiz ulanadi. Lekin men avtomatik ulanadigan qilib qo'yganim uchun avtomatik ulanadi. Keyin esa mana ko'rishinglar mumkin, mana bu mishkani. Keyin esa Minecraftga kiriladi. Va bo'ldi. Mana shu Bluetoothga kirganinglardan keyin ikkita qurilma ulandi degan yozuv chiqadi. Va Minecraftni bemalol o'ynashinglar mumkin. Lardek Bluetooth va mishkamiz ham ulandi. Ana endi o'shani mana bunday mishka yordamida bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu Creative Bingga kiradi va buni siz kirgandan keyin ko'rasiz. Mana ko'rganingizdek mirga ham kirib oldi. Video foydali bo'lgan deb umid qilaman. Ana endi qanday qilib mana shu klaviaturani ishlatish kerakligini o'rgatib olsam. Klaviaturani o'ng tarafdagini bossangiz, mana shunday bloklarni sindiradi. O'ng tomondagini bossangiz, bloklarni qo'yadi. Mishkani o'rtasidagini bossangiz esa pik qiladi, ya'ni nusxalab oladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ana. Mishkan chap tarafdagi o'ng tomondagini bossangiz, mana qo'yadi. Mana ko'rayotganingizdek, o'ng tomonni bossangiz esa o'chiradi. Klaviaturada lotincha E harfini bossangiz, mana bu inventoriga kiradi. Q harfini bossangiz dropni uloqtiradi. T ni bossangiz chatga kiradi. F5 harf. Ana boshqa butun sarapani yopaymi, yo'q var, haligi nimaga? Ko'kat tepasiga. Bir pasta bo'ladi. Bunday yopib turib yur, ikkovimiz qilaylik. Hop, chiqar. Chiqdimi? Mana turaman. Hop. Ko'rayotganingizdek, mishkani o'rtasini bossangiz, mana shu o'tlar turli xil bloklarni pik qiladi, ya'ni
nusxalab oladi. Mana ko'rayotganingizdek nusxalab oldim buni. Ana endi klaviaturadan F5 harfini bossanglar, mana bunday first person, third person mana shunaqalarni qiladi. Space tugmasini bossanglar sakraydi, shift tugmasini bossanglar bunday o'tiradi. Mana bunday 2 marta bossanglar space tugmasini uchadi, shiftda pastga tushadi, space'da uchadi, shiftga pastga tushadi. Mana shunday qilib o'ynashinglar mumkin. Agar siz mana bu slotlarni bir-biriga bir-biriga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, sichqonchani o'rtasidagi bunday buriladigan tugmani bosasiz. Bunday buraysiz, mana ko'rishinglar mumkin. Orqaga burasanglar chap tarafga o'tadi, oldi tarafga burasanglar orqaga bo'ladi. Meni videoyim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar videoyim foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan bu men DRVMK kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Bundan keyin ko'plab kontentlar ham chiqib turadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.